Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Mana pilta bosgan jarayonni ham ko'rsataylik. Ikkinchi etajimizni. Bu joyimiz aytib o'tganmiz 12 ga 28, uzuni 28 metr. Eni 12 metr. 36 kvadrat bo'ladi. 36 kvadratga hozir sizlarga nechta pilta ketdi, nech pul ketdi, o'shalarni rasxodlarni sizlarga bir chiroyli qilib batafsil aytib o'tamiz. Qadrli obunachilar, ungacha sizlar Alisher Rus kanaliga obuna bo'lib, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Qadrli yurtdoshlar, qani bo'lsa biz sekin bir boshdan boshladik. Batga hozir har xil bo'lib o'xshi 50 bitta pilta ketgan. Sizlarga bir qator ish joyini ko'rsatay. Mana 50 bitta uzun kalta bo'lib, xullas 900 ming, 1 million 100 dan, uzunlari 1 million 100 dan, kaltalari 870 ming shunaqalardan kelib, xullas o'xshi summasi 56 millionlik plita ketdi, shakka tashaldi. Olib kelib yo'l kirasi, krani, ularni addeni, ularni ham aytib o'tamiz. Olib kelishi, yo'l kira haqi, krani bo'lib o'rnatishi bilan 6 million 700 ming bo'ldi. Unisi pilta narxidan addeni bo'ladi, 56 milliondan tashqari. Qadrli yurtdoshlar, endi bunga batgacha ko'proq ketgani uchun o'sha zavod tomonidan yordam qilib o'rnatib berishi bonus hisobida deydi. O'rnatib berishi bonus bo'ldi. Kran haqi emas, qo'lda qo'yib o'zlari keladi, razmerga olib, o'zlari yozib, o'zlari olib kelib qo'yib ketadi. Shunaqa ko'p joylar bo'lsa. Qadrli yurtdoshlar, mana endi siz o'lchab berib olsangiz kalta uzun kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'zlari kelib, o'lchab, razmerga olishib ketadi. Endi sizniki joyingizga qarab narx-navoni aytishlari mumkin o'zlari. Endi ko'ryapsizlar, joy katta. 50 bitta plita ketgani 5 res bo'ldi Kamazda, o'sha shalandalarda. O'zbekistonda bo'ldi. Pilta zamoylarni quyishib, qirg'oqlarni, barkalarni quyishib bo'ldi. Endi xudo xolasa tez kunda ikkinchi etajda g'ishtlarni urishni boshlashadi. Mana qadrli yurtdoshlar, savollaring bo'lsa kommentariy yozinglar, xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Alisher Rus kanaliga obuna bo'lib, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Qadrli yurtdoshlar, mana bemalol ko'rishlari mumkin. Mana bular endi lestnitsani o'rni, ikkinchi etajga chiqish joyi, birinchi joy, ikkinchi joy, mana ikkita lestnitsali o'sha holatda. Uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz yurtdoshlar bor, musofirda ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bor. Narx-navolarni aytdik, tushunmagan bo'lsalaring bemalol kommentariy yozib, telefon qilib, Telegramdan yozishlari mumkin. Yana batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xullas, shu joyimizga mana qadrli yurtdoshlar 56 millionlik plita ketgan. 6 million 700 edimi, o'shanchalik yo'l kirasi, kran haqi shuna bo'ldi. Qo'yib berishi
bonus. Endi ustalarga birorta odamga qo'ydirsangiz ham buni donasini 30 mingdan 35 mingdan qo'yishadi. O'shaning uchun bonus qilib qo'yib berib ketishdi o'zlari. Ko'plik uchun. Mana qadrli yurtdoshlar. Iloji borsa sizlarga manfaatli video chiqarishga harakat qilyapmiz, foydali. Kanalimiz yangi, like, podpiska bosib qo'yasizlar, podpishka qilib, qadrli yurtdoshlar. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Mana yog'ochlar tilinyapti, ikkinchi etajga to'rsinlarga mana. Bemalol ko'rishlari mumkin. Pilta zamoylar, balkalar hammasi quyilib bo'ldi. Endi g'ishga zakaz beramiz. Xudo xolisa ertadan g'ish kelishni boshlaydi. Tepaga olib turib, keyin boshlanadi, xudo xolisa. Joylarimiz. Qadrli yurtdoshlar, bizdan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. Alisher Rus kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like, podpiska bosib qo'yasizlar, qadrli yurtdoshlar. Xato kamchilik bo'lsa yana bir uzr so'raymiz. Sog' salomatda bo'linglar, qadrdonlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lasizlar.